Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bir obyektimizga keldik. Quyosh panellari bo'yicha 900 kilovatli obyektimiz. Navoiyda joylashgan. Quyosh chiroyli botishini ko'rib bir video qilib qo'yay. Ko'rgan ko'zlar quvonsin dedim. Navoiy aeroportiga yaqin ushbu obyektimiz. Obyektimizga kelishdan maqsad bir syomka qilaylik. Mijozlarimizga quyosh panellari bo'yicha qanaqadir fikrlar, yangiliklar bo'lsa beraylik degan maqsad bor edi. Ajoyib manzara. Havo yaxshi, aytishgandan ko'ra ancha tozaga o'xshaydi. Shaharning havosi ancha rasvo deyishgandi. Havo tozalangan, sovuq bo'ldi ham, qor yog'di, qor yog'di, shularning ham ta'sir bor menimcha. Bir-ikki joyda yomon tutun chiqaryapti turgan turbinalar ham turibdi. Shu narsalar balki shaharga qattiq havosining ifloslanishiga sabab bo'lar. Ushbu Buxoro Navoiy safaridan birinchi safarimizni birinchi vlogim uchun video. Ozgina hayajon bilan oddiy qilib video olyapmiz. Ushbu obyektimizda Jinko quyosh panellaridan foydalanganmiz. Jinko solar quyosh panellari jahonda birinchi o'rinda turadi. Общий объем bo'yicha. Keyin PVKVL degan laboratoriya bor. Bu laboratoriya quyosh panellarini mahkamligi, uni vibratsiyaga chidamliligi, do'lga chidamliligi bo'yicha testlar qilib turadi. Ushbu test natijalarida ham Jinko solar ancha oldingi o'rinlarda turadi. Ushbu obyektimizda Sangro invertorlardan foydalanganmiz. Ushbu invertorlar o'zida eng oldi invertorlardan hisoblanadi. Internetdan kirib ko'rishlaringiz mumkin. Sangro Jinkodan foydalanganmiz. Hengton kabellariga qilingan. Xo'sh, obyektni ko'rsatadigan bo'lsa, obyektda biz shamolni kuchliligi, uni vibratsiya orqali mikrokreklar, ya'ni mikro siniqlar ko'payib ketmasligini oldini olish uchun shunday, ya'ni tom bo'ylab qo'yishni reja qilgandik. Tom bo'ylab qilish orqali uni umrini, quyosh panelini uzoq yillik ekspluatatsiyasi oson bo'lishini, ishlashini ta'minlashga harakat qilganmiz. Syomkamiz ketyapti. Bu yoqda 3 kishiga syomkaga kelganmiz. Sog' bo'lasizlar.